degan trifle retseptimi va nihoyat bo'lishaman. 6 ta tuxum va shakarni solib, yaxshilab oppoq bo'lguncha mikserda ko'pirtiramiz. Tuxumli massamizga 100 gram yog' va 100 gram suvni solib aralashtiramiz. O'lchab olgan unimizni elidan o'tkazib, sekin aralashtiramiz. Unga kakao va razrixlitilni qo'shib, yana shu tarzda aralashtirishda davom etamiz. Pastdan tepaga qilib aralashtirish shart. Pechkamizni oldindan qizdirib qo'yamiz va tayyor biskvitimizni pishirib olamiz. Taxminan 20 minut, 30 minutda pishadi. Qo'limizda ezg'ilab biskvitni maydalab olamiz. Endi krem qilishni boshlaymiz. Qaymoq va kremni mikser qilib olamiz. Qaymog'ingiz обязательно домашний, suyuqroq va oppoq hidsiz bo'lishi shart. O'shanda kremingiz shunaqa воздушный va yoqimli bo'lib chiqadi. Va nihoyat endi sborka jarayonini boshlaymiz. O'zi aslida biskvitdan keyin banan terish kerakligi esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun orasiga qo'yib yubordim. O'zi aslida har xil nachinkada qilaman, lekin bugungisi bananli. Hamma masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Bemalol tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Triflelarimizni morozilkaga qo'yib, ustiga ganash tayyorlashni boshlaymiz. Qaymoq va shokoladni mikrovolnovkada issiq qilib olamiz, lekin qaynab ketmasin. Ozgina yog' quyib, yana aralashtiramiz. Yog' nimaga kerak desangiz, ustidan glazurlarimiz quyganda yaltirab chiroyli bo'lib turishi uchun. Ukrasheniyani xohishga ko'ra qilishingiz mumkin. Men malina qo'yib va yong'oqlarni maydalab sepib chiqdim. Ishoning, ko'chadagi eng qimmat triflelarni ham ortda qoldiradi bu retsept. Biskvitlari yumshoq, kremlari og'izda eriydigan, shokoladni bo'lsa xohishga ko'ra tanlashingiz mumkin. Bu retsept bo'yicha anchadan beri o'zim zakazga tayyorlab kelaman. Shuning uchun iltimoslarga binoan retseptini oldim. Endi meni qo'llab-quvvatlab, videomga like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Profilimga podpisatsiya bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Ichini ko'ryapsizlarmi, qanaqa zo'rligini.